Erkin Asya Radiosi xabardan Xitoy ülkesi turib Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilgan, keyin g'oyib bo'lgan Mirodil Hasanning bayonotlarining birida Aqsudagi Huafo to'qimachilik zavodining Aqsu hukumati bilan sheriklashib, lager tutqunlarini majburiy emgak selayotganligini payqagan edi. Erkin Asya Radiosi muxbirining bu ipuchiga asosan epagan aniqlashtirish davomida mazkur zavodning Shinjindagi ishxona xodimi o'zlarining Aqsuda lagerdan o'tkazib kelingan 20 mingdan ortiq ishchisi borligini oshkorlagan. G'oyib Mirodil Hasan Xitoy vakillari turib bergan bayonotida Aqsudagi Jo'janglik Xitoylar tomonidan boshqarilayotgan Huafo to'qimachilik fabrikasida Uyg'ur yoshlarining to'van ish haqi bilan majburiy ishga solinayotganligini tilga olgan. Tordagi materiallarda ko'rsatilishicha, Aqsudagi Huafo to'qimachilik fabrikasi Xitoyning Jo'jang o'lkasida 2011-yil qurilgan Huafo to'qimachilik shirkatiga tabe bo'lib, Shinjin va Sharq Turkistonda sho'ba shirkatlar bor bo'lib, Aqsuda 12 o'rinda zavod fabrikalar bor ekan. G'oyib Mirodil Hasan bayonotida Huafo to'qimachilik shirkatining Aqsu hukumati va Uchturpan bilan belgilik manfaatlar uchun sheriklashganligini va lagerdagilarni Huafo zavodidagilarga o'tkazib berganligini eskartgan. To'rda kuchurlardan ma'lum bo'lishicha, Mirodil boshqargan fabrika Aqsu shahrining Echivitish rayoniga joylashgan bo'lib, bu Aqsudagi fabrikalarning ichida nisbatan ko'lami cho'ngroq hisoblanadigan. Mazkur shirkatning Aqsudagi sho'ba va fabrikalarning telefonlari ilinmagandan keyin Shinjindagi ishxonasiga telefon qilganda Aqsudagi tarmoqlarda 30 mingdan ortiq ishchi xizmatchisi borligini, bular ishlab chiqarishga mas'ul ekanligini, Aqsuda asosliqi to'qimachilik xom ashyolari va uskunalar ishlab chiqarilganligini, Aqsudagi fabrikalarda lagerdan o'tkazib kelingan ishchilar sonining 20 mingdan ortiq ekanligini, ish haqining to'vanligini oshkorlagan. Yana Mirodil Hasan oshkorlagan bir Uchturpanlik qizning Huafo fabrikasida ishlayotganligi haqida uchurga asosan Uchturpan imomlarimdagi Xon Zuhra Saidahmad bilan Arzugul Samad ismli ikki qizning lagerdan chiqib, oilasida bir kunlik turalganligi, keyin soqchilarning tutib zavodga ketganligi yerlik soqchi xodimlar tomonidan dalillangan.